Voy. Qandiroq haqiqatga avvalınız yaxshimi? Asqarjon, peshqabdan tudingizmi? Salomat keldingizmi? Yaxshi. Voy, bu sizni Xotandan ataydan Urumchiga keldi deb anglab. Bu sizni izlab kelsam, bu nerede yurdunuz deyman? Ya ben bir yerde yürüdüm. Ben şu sizni ketken deb anglab, Asqarjon kilavoti yurab chiqay boshim bilan ummangan ko'chalarga suv sepay yoshim bilan deb yurab oldingiz chiqdim yana. Ay, rahmat. Hamda kelganingizga ishondim. Suv sepgan ash yo'llarga toza ishlamayotimi? Ishonmadingizmi? Ha, ko'z yoshlarimi? Ay, Nima desa bo'larkan? Jelim Asqarjon. Qalam. Siz shunda tarixiy asarlarni nayt chiroyli bir-biridan go'zal shunda nayt chiroyli laparlarni yigitlarimizga xos mardona jo'shqin qiyofatda obraz yaratib shunda o'rlab o'tib butun ko'gish tomoshabinlarni ajoyib balikayim ava degayaga yetkazib qo'yib yo'qolib ketdi necha bo'lib ketdi. Sizning shu usullaringiz, sizning shu naqshlaringiz, sizning shu qarang, menikidan chiroyli burtlaringizni mushunda to'lg'ab qo'yib o'ynab ketgan laparlaringizcha. Bek maqtayotdingiz aka. Mushunda o'tdek bir bola tursangiz, ha? Rahmat. Sizning menga yo'llaringizga malla emas. Ne tomoshabinlar? Yoshlari bilan, ko'z yoshlari bilan susatib turdi emasmi, ha? Şunlaşqa bu aziz tomoshabinlarimizga tugmas rahmatlarimiz bo'ladi. To'g'ri. Chaqchaqma qildik Asqarjon. Gapning rostini desam, sizni bizli emas, butkul xalq, butkul tomoshabin naydi bak sevindi. Jumladan bizning bugun mishada sizni keltgan deb saqlab turgan mening lapar hamroyim, chiroyli singlim Gülistan. Bundan boshqa Şinjan Seyrlik Gül şirketinin kurgucusu Örgül Hanım başında bir lapar sanatından ibaret bu bir göher sanatını şu yakında halk ammasıga haytidin namayan kılış şu bir programımız var. Meblağ selip ihtiyacatı kollagan başında marifet perver kalkınçımızdan biri. Ben sizle başlap gerek. Buladı. Ana qara. Bu mimarlar mı? Yığılıp kaptı o yerde. Saqlab o'tadi emasmi sizga? Shunday. Qana. Tinchlikmi? Qadrakon yaxshimi? Gülistan. Bayanma Asqarjon enimiz sirtida bu kimlar bu deb bak bir so'rab turib olganda. Sizlarni bir qur tanishtirib qo'ydim. Qolgan tanishtirishlarni hamda o'zinglar beraymi? Sevimlik aziz ustozlarim, kelgan qadaminglardan gullar unsin. Asqar akamga men oldi bilan o'zimni bir tanishtirib o'tsam, mening ismim Gülistan Abdurayim. O'zim shu 2003-yili san'at sho'yanniki aktyorlik kasbini bitirgandan keyin shu o'zim o'qiyotgan mezgillarimda ovoz artistlik kasbini bek yaxshi ko'rdim. Qarmay televiziya stansiyasida 5 yil ovoz artistlik kasbi bilan shug'ullandim. Undan keyin o'zimning shu aktyorlik kasbimga cho'nqur mehr muhabbatim bo'lganligi uchun yanala shu aktyorlik kasbini davomlashtirish, rivojlantirish uchun Urumchida shu Okean madaniyat tarqatish cheklik shirkatiga xizmatga tushdim. 2015-yili Okean madaniyat tarqatish cheklik shirkatiga xizmatga tushgandan keyin bizning shu xalqimizga tanishtirib bo'lgan Chayxona parallari programmasininki film ishlaguvchi rejissyori xizmatini o'tadim. O'zimning shu aktyorlikdan boshqa shu universal san'atga bo'lgan o'tdek ishtiyoqim, qizg'inliqim, mehr muhabbatim intayin cho'nqur. O'zimning shu aktyorlik kasbimni jinimdan ortiq yaxshi ko'raman desam ortiq qilmaydi. Shu lapar san'atimizni burundan kichigimdan intayin yaxshi ko'rdim. Masalan, ustozlarning, masalan sizning o'ynagan laparlaringizni maktablarda biz do'rab, taqlid qilib, anglab cho'ng bo'lgan. Shunchalik yaxshi ko'ramiz, shunchalik sevib ko'ramiz. Bugun shaxsan mana siz bilan mana 100 tran o'ltirib ham suhbat bo'lyapman. O'zim shunchalik baxtli his qildim. Oldingi 2 yil shu laparlar to'g'riliq izlanib, mushni bir o'ynab chiqib baqsam, mening salohiyatim tushamu, men mushni bir sahnaga chiqsam, mush ustozlarning izbosar bo'lsam, mening mush talentim yetishamu, 2 yil nurg'un o'ylandim. Ham shu jarayonda mush laparlarni izlab so'rab yurib, yig'dim laparlarni. Undan keyin
bizning mush Ahadbaq ustoz bilan aloqalashdim. Tunji bo'lib eg'iz ochqinim mush Ahadbaq ustoz bo'pti. Aka, mening mush laparni mushda o'ynig'im batdi. Bek yaxshi ko'rdim. Mushni bir qilib mush ustozlarning bir izbosar bo'g'im batdi, mushda bir orzuyim batdi desam, Ahadbaq akamni dastlabda bir obda o'ylashayli singlim, bu oddiy ish emas. Bir eshik eg'iz gap bilan ham xohlagancha achchiqsoq bo'lmaydi deb Ahadbaq akam naq bir yil o'ylashdi. Bir yil o'ylashgandan keyin men yana bel qo'yib etmay, yana Ahad akamga qayta telefon urib, orzuyimni tushuntirdiganligimni deb turib oldim. Shunda Ahad akamni birinchidan mening qaysarligimga, bir ishqa izchil muomala qilganimga, mehr muhabbatimning rost bu kasbga cho'nqur ekanligini bilib, men mushundaq ishtiyoqi bo'lsa, men tarbiyalasam cho'qim bo'g'idek deb qo'shildi. Shuning bilan mana bugunga qadar kelganda Ahadbaq akamdan nurg'un jihatlardan tarbiyalarni oldim. Shunday qilib, shu laparlarni bir suratga ilib qildik. Asqar akam shu kichigimizdan boshlab siz va boshqa ustozlarning laparlarini ko'rib cho'ngildik. Men shu kichigimdan chiqib shu lapar san'atiga shunchalik ishtiyoq bog'lagan. Endi bu lapar kasbida hamdiligi naqshi bilan ham emas, harakat bilan ham emas, ifodalash bo'lmaydi ekan. Bir kasbga bir muhabbati bo'lmasa, ming talanti bo'lsa-mu, uni meningcha bo'lganda u ro'yobga chiqmaydi. Mening laparga bo'lgan mehr muhabbatim qat'iy susishib qolmadi. Shundan Ahadbaq ustoz shu meningki kasbga bo'lgan o'tdek ishtiyoqimni his qilgandan keyin menga ustoz bo'lib, meni shu lapar san'atida yetaklab, mengishni loyiq ko'rib, mana bugun orzuyimga yetdim desam bo'ldi. Lekin orzuyimga yetdim deb ham bel qo'yib etmayman. Mana sizdek ustozlarim turibdi, meni qo'llab, bundan keyin buni sizlardan ko'proq ta'lim ilib, tarbiyalar ilib, yetersizliklarimni texim to'liqlab, bir mukammal o'sha sizlarga yorig'idek bir laparchi bo'lib, izbosar bo'lib yetishib chiqishga men yillar, qancha yil ketsin-u, davomli tirishiman. Yana bir tarbiya ustozlar, endi shu san'at kasbimizni biz texmi yuqori pallaga ko'tarish uchun, texmi yaxshi chiqarish uchun nurg'un iqtisodlar lozim bo'ldi ekan. Laparning sehriy nomli programmamizni o'zi bek umoq, bek tatliq, mijozim shunchalik yaxshi, chehra illiq bizningki shu Şinjan Sehrlik Gül Soda Çeklik şirketininki lideri Hörgül singlim qo'lladi. Asqar aka, bugun mana bizningki programmamizni oddiy ko'may, qimmatli vaqtingizni ajratib qadam tashrif qilib kelganligingizga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Ben oldi bilan bu programmaning vujudga chiqqanligini anglab nihoyat xush bo'ldim. Anandan keyin shu programmani vujudga chiqarish uchun mana Guliston singlimiz alayda nurg'un ajri bilan, nurg'un o'zining mehri bilan, aqidasi bilan, tirishchanligi bilan shu programmaga atlanibdi. Buni vujudga chiqaribsizlar. Bizningki ustozimiz bo'ldi, ham san'atga akamiz bo'ldi, Ahadbaq akamiz ataydan sizni shu bir san'atning ishqida kuyib o'tibdi, shu bir yaxshi bir yo'lni minib o'tibdi deb sizda bir hamdamda bo'lish uchun kelibdi. Yana birsi sizga alaydim rahmatimni aytaman. Rahmat. Shunday bir yaxshi bir programmaninki vujudga chiqishi uchun mana Sehrlik Gül Soda Çeklik şirketininki qurguvchisi mana o'ri qiz singlimiz o'tiribdi. Oldi bilan sizningki emgaklaringizning mevasiga billa eg'iz tegayotgan hamda shu programmani ko'rayotgan, ko'rishga muyassar qilgan sizning ajrlaringizga men rahmatlar aytmoqchiman. Bizda bir atibimizda bir yaxshi bir so'zlar bor. Xaridoring bo'lmasa, zebollig'ingning ne keragi deydigan. Chunki siz shu lapar san'atimizni o'zimning san'ati, o'zimning xizmati deb qo'llab-quvvatlaganligingiz uchun mushtaq bir yaxshi bir programma chiqdi. Endi ko'rganlarimizga oldi bilan lapar to'g'risida bir azroq izoh beramiz. Masalan, laparning ma'nosi nima so'z bu? Buning ma'nosi izhor qilish, bayon qilish, dialog. Yaxshi bir
usul artist bo'lish lozim. Buning shartlarida anandan keyin yaxshi bir naqshchi bo'lish, sizda bir yaxshi ovoz bo'lish lozim. Andan keyin buningda mana sizningki Guliston singlim o'qiyotgan kasbingiz aktyorlik ekan. Buningda o'qiyotgan, masalan, ba'zilari bilmay turib isbotlab o'tirgan narsalar bor. Chunki hozir nurg'un bizningki aytilayotgan artistlarimiz bor deymiz, xizmat qilayotgan bolalar bor deymiz. Buni vazifani tugutish uchun qilyotidi. Bunday qilishimiz. Chunki siz har bir qilayotgan ishingizda mayli tijoratda bo'lsin, mayli san'atda bo'lsin, sizda birinchidan aqida bo'lish lozim. Ikkinchidan tirishchilik qilish lozim. Uchinchidan cho'qim buning natijasini ko'rish lozim. Hamda lapar san'atimiz buningda nayta ko'p alayliklarni, buningdagi o'rlash mahoratini, buningda ifodalashni maqsad qilgan san'at shakllarimizning birisida buni qanday sahnalashtirishimiz lozim, ana keyin birisi qanday hikoyalashtirishimiz lozim. Chunki bu bir hikoya. Anandan keyin G'uncham Nurim, G'uncham Nurimni sahnalashtirdik. G'uncham Nurim desak, xalq naqshi buningda bu ilida bo'lib o'tgan bir muhabbat hikoyasi bo'lmoq. Bu oshiqlar. Masalan, bizning Turpanda deymiz, Ana Nurxon bilan Jililning hikoyasi bu. Tragediyalik bularmi? Oshiqlar bizniki. Chunki bu tragediya bilan aqlashgandan keyin buni cho'qim Ana Nurxonningki naqshini asos qilib turib Jililning ovozi bilan buni naqshlashtirdik. Chunki bu amaliyotda bu bizning lapar shaklimizga kiradi-da. Masalan, atishdi desak, Do'stqinim. Chunki Do'stqinimning oshiqi bor. Bu Do'stqinimni kuylayotgan, Do'stqinimga oshiq bo'lgan bir yigitning nidosi. Bu Do'stqinim deb to'g'layotganda, lapar san'ati bu biz qadrlashga, suyishga, asrashga, qo'g'dashga, keyingi avlodlarga to'liq yetkazib berishga arziydigan ham badal to'lashga bo'ladigan sizlarga o'xshash mushning uchun izlanayotgan sing'illarimizga, yigitlarimizga rahmat aytadigan yaxshi bir san'atimizdir. Asqar ustoz, xush kelibsiz. Men shu Seyirlik Gul markamizdagi turmush buyumlar maslahati, kunlik turmush buyumlar maslahati, shu kirim buyumlar maslahatiniki shu xalq qo'llab, xalq shu iste'mol qilishiga muyassar bo'lgan Shinjon Seyirlik Gul savdo shirkatiniki qurg'uvchisi Yorgul xonim. Bu yoq. Men Shinjon Seyirlik Gul savdo shirkatining shirkat xodimi Vaysam. Bizning Shinjon Seyirlik Gul savdo shirkatimizning mahsulotlari xalqimizga 5 yil qadam qo'ydi. İlgirki bir xil mahsulotdan mana hozir 16 xil mahsulot ko'payib, xalqimizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelmoqda. Bizning shirkat Xotanning Gumida, Qashqarning Poskamda, Aqsuda bo'lib 3 yerda xizmat ishxonamiz bor. Bu yerda 14 nafar xizmatchi xodim ishlaydi. Shinjongning har qaysi joylarida 4000 dan ortiq setish vakolatchimiz bor. Undan boshqa bizning mayli turmush buyumlari bo'lsin, mayli rangli kirim buyumlari bo'lsin, mayli sog'lomlik mahsulotlar bo'lsin, har millat xalqimizning yoqtirib ishlatishiga muyassar bo'lib kelmoqda. Hozirgacha bozor sifatida yaxshi bo'lib xalqimizning qo'llashiga erishib kelmoqda. Bu yerdan biri bizning xizmatchi xodim, shu shirkatga bo'lgan tushuncha bo'lsin, mahsulotlar bo'lsin, yaxshi so'zlab o'tdi. Hamda shu Bayam Asqar akamning gapini anglab, shu programmani to'g'ri tanlaganimni, programmani to'g'ri quvvatliligimni, qo'llaganimni haqiqatan to'g'riligini his qilib yetdim. Hamda shu men mayli shu ekran oldidagi ko'rmanlar bo'lsin, mayli bizning shirkatdagi vakolatchilar bo'lsin, kelimizni minglatgan va yoki shirkatdagi xodimlar bo'lsin, shu kichik bir taklifimni davassam shu naq maydonda shu biz anchada ko'rib cho'ng'igan bir laparlardan azroq bir o'rnab bersangiz, shu taklifimni shu Ahad Baq ustoz bo'lsin, Guliston adam bo'lsin, shu taklifimni to'g'ri ko'rdi deb o'ylayman. Yaxshi bo'ldi. Bu yaxshi bo'ldi ma'va. Yaxshi tilaklardan bo'ldi bu. Asqarjonning harakatlarini men misal o'tirib ko'rgan bo'ldim-da. Hamda lapar san'atimiz bo'lsa, bizning mashrab so'rovlarimizningki giltaj yo'lidir. Buningda mashrab so'rovlarimizda maddahlar bor, maddahlar va
anından keyin hayyorlik, anından keyin qiziqchilik, anından keyin nurg'un chaqchaqlar, bu aytishish, nurg'un shakllar birlashganda bu shu so'rimdagi nurg'un jawharlar mana mush bizning lapar san'atimizga mujassamlangan. Ham bu lapar san'atimiz bizning dastlabda Turpan, Qumul, Xotan qatorliq yurtlarimizda umumlashgan. Uningdan qolsa Kucha, Oqsu, yana bizning güzel yurtimiz İli oblastida nurg'un laparchilarimiz o'tgan. Hatta mana 50-yillardan keyin O'rta Osiyodan tortib nurg'un qo'shni davlatlarga, qarindosh millatlarga, yana bizning keyingi avlodlarimizga shunchalik cho'ng bir ta'sir qilgan san'at shaklimizning birisi. Dastlabda bu lapar shakli tabiatning bir go'zalligini, tabiatni bir kuylaydigan mundaq san'at shakli. Uningdan keyingi davrda islohotni ichib o'tishdan keyingi vaqtlarda siyosatni nihoyatda jonliq tashviq qiladigan, xalqqa nihoyatda to'g'ri yetkazadigan, aningdan keyin bu cho'ng bir tashviqot vositasi bilan bo'ldi. Uningdan keyingi vaqtlarda biz deb o'tdik. Bu sahnalarimizda aningdan keyin televiziya stansiyasining har yili o'tkazilgan nurg'un kechliklarida kam bo'lsa bo'lmaydigan hamda qo'p qo'yish bo'lmaydigan san'at shakli bo'lib, nihoyat qadrlanib, har bir yurtlarimizning sahnalarida xalqimizga bir nihoyat estetik zavq ham huzur berib keldi. Hamda taraqqiyotga o'xshash san'atimizga bo'lgan tomoshabinlarimizning ehtiyoji, talabi zaman bilan ham ish minib turyotidi. Shunglashqa biz tomoshabinlarimizga qandaq bir yaxshi ko'radigan, qandaq temadagi biz deb o'tdik, zamonga mos, millatga xos bir shaklda ifodalab bersak degandan keyin mushu to'g'risida jiqizlandik. Xalq orasida tarqalib yurgan Almaqon deymiz, anandan keyin Qumulniki shishilish o'ynan Azoda, Yumaloq Jugan, Turpanning Happalli, Qashqarniki Amanguldan o'ynag'imiz O'g'limma o'qigan cho'rgilimma ikkimiz moslashgan. Bunda bir chiroyli laparlari bor-da. Shunda anandan keyin bularning ichida vakil xarakterligi oldi bilan biz 96-yili bizning ataliq san'atkorimiz Dilnar Abdullah bilan birga biz mushu so'ygi degan laparni chiqdik. Chunki buni so'ygi shunda buni dastlabda bir chiqish bilan birga bizning xalqimiz shunchalik yaxshi qabul qildi, ham shunchalik yaxshi ko'rdi. Uningdan bekrab bizga cho'ng bir ilhom bo'ldi bu. Biz texmi buni qabul qildi. Biz texmi yaxshi dadir asarlarni chiqarsak bo'ladi ekan deb, anandagi yana birisi mushu jug'lanma aytilayotgan, sahnalashgan, hamda xalq ishiga tarqalgan, mayli klassik bo'lsin, mayli hozirgi zamondagi bo'lsin, bizning laparlarimizni mana sizlar hozir mushtaq varislik qilish uchun ratlab, yig'ib qo'yotgan o'xshash nurg'un material to'pladik. Ammo buningga o'zim Asqar aka maxsus lapar kechligi deb ism bilan o'zimning yakka konsertini chiqardi. Ammo buningda bu favqulodda tomoshabinlarimiz favqulodda yaxshi ko'rdi. Men oldida yana bir qatam shu vaqtlarda ham hozirmi ham bizni qo'llab kelayotgan, bizga madad berayotgan, bizni yaxshi ko'rayotgan, bizga yaxshi tilaklarni tilayotgan bu aziz tomoshabinlarimizga men yana bir qatam o'zimning rahmatimni aytib olaman. Rahmat, rahmat. To'g'ri, rahmat sizlarga. Men jiq vaqtlarda aytma, men tomoshabinlarimni yaxshi ko'raman. Sizlardan bekrab, meni yaxshi ko'rgandan bekrab, men sizlarni yaxshi ko'raman deb har qatamda men bu so'zlarimni aytmasam bo'lmaydi. Bugun bir chiroyli o'tirib, bizning bir yaxshi korxonchilarimiz bu programmani yaxshi qo'llabsizlar.
bugün bu Parizat singilimiz o'g'il qizni ko'rib, bu shirkatning ismi nima ekan desam, Sehrli gul deyotdi u. Bu sehrli gul chiroyli qilibdi. Amaliyotda bu laparmi sehri baba san'atning turi. Shunglashqa sizning bu programmaga singdirgan mehringiz uchun cho'qim sizninglar rishta bog'lansin deb laparning sehri deb bugun qo'ydik bu deymiz. Bak yaxshi bo'ldi. Bek Yaxshi qo'ydik. Ham shu laparning sehri bilan mangsa her narsaning bir go'zallik bilan, bir xislati bilan, bir sehri bilan güzel bir programma bo'ladi bu. Bundan keyin mening ko'zim yetadi hamda texim yaxshi bo'lishiga men chin qalbimdan tilak bildiraman-da. Guliston singlim sizga nihoyat rahmat. Shu programma orqali yaxshi san'atkorlarimizni bizga burun ustoz bo'lib turgan hamda ustozlik o'rnida turayotgan bizning nurg'un danglik san'atkorlarimiz va ajr singdirgichlarimiz va badal to'lagichlarimiz va san'atimizga shularni ko'proq tanishtirib o'tsak, ham bular uchun sizlarningki jiqroq qadam ilishinglar to'g'ri keldi. Ham mening talablarim ham keyingi vaqtlarda bu cho'ng bir programma bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Bu xalqimiz yaxshi ko'radigan san'at shaklimizning birisi. Hamda mening hozir demoqchi bo'lganim, men qaysi laparni aytib qo'ysam bo'larkan, ustozim. Haq so'ygimni chechivetdim havoga. Şunun ben olsun sevgi izlep yürgenler. Meşedim bak. Men de emas bütün şu lapar sanatını yaxşı ko'radigan tomoshabinlarimizda xalqimizda bormi shu. Asqar raqib degandan o'qib ketdi o. O'smirlardan boshlab cho'nglargacha. Evet. Bilib ketdi. Xalagan birisini tutilib men aytib qaytsa aytdi, hozirlar. Masalan, hozir endi yaxshi qo'llovchilar, izlanguchilar, buning uchun xizmat qiluvchilar hammamiz birga o'tiryapmizda. Men bir so'rab boqsam, sizlar qaysi laparlarni yaxshi ko'rsizlar, biz qaysini aytmasak ularga. Masalan, Yorgul Men Farhad Şirinning. Farhad Şirin. Mana. Deyilmesin. Bak sevgimni koyuverdim havaga. Farhad Şirin, Leyla Mecnun duet. Şunda Askarcan. Shunda. Unda o'z qaysilarida başlasak ularga, qaysini bilsa. Bak sevgimni koyuverdim havaga. Mana. Bak sevgimni koyuverdim havaga. Tepki olsun sevgi izlep yürgenler. Şokluğumni çeçirettim yollara. Benim olsun hoppı beni türgeller. Şokluğumni çeçirettim yollara. Benim olsun hoppı beni türgeller. Güllü gül yar. Güllü gül yar, emsi yar. Aha. Minni bir yar, demsi yar. Yaxshi. Mana shu bira ko'plab shu naqshi bilan hozir Shundoq. shu silni masalan ekranda ko'rib o'tirgan barliq tomoshabinlar Nurg'un asablarni davrga berib silni eslaydi-da, o'zining necha yilqi burungi eslamalarini eslaydi. Hiç olmaganda 5-10 yaş yaşırıp ketkenler bo'lib ketadi-da. O'smirlik vaqtlarini eslaydi, yoshlik vaqtlarini. Bugun Asqar akamni bizni qo'llag'ashqa, bizga madad berish uchun bugungi programmamizni oddiy ko'may qadam tashrif qildik. Bundan keyin ham bayotim degan o'xshash shu jo'boligimni tashlamay. Endi Asqar akamni izlab zeriktiryapman. Akam qanday bo'libdi deb. O'zi aytgan laparlarni menga cho'qim o'gitib qo'ydi. Shundoq. Bu degan hamda natija degan shu izchillikdan keladi-ku. Shundoq. Oson gap emas. Men ish qilgan odamlarni yaxshi ko'raman. Chunki nurg'un tomoshabinlarimizning keyingi yaxshi baholariga, ko'rmanlarning yaxshi inkaslariga erishgandan keyin ikkinchi qatimliqqa cho'qim birinchi qatimliqdan yaxshi bo'ladi.
Endi ikkinchidan uchinchi taqimi mukammallashib asta-asta mangda. Mukammallashgandan emas bo'lmaydi. Lekin qo'sh o'g'inimiz mush bir programmaning vujudga kelishi, ro'yxatga chiqishining o'zi biz ajoyib bir qo'shildigan, suyundigan bir ish. Buning uchun sizlarga yana bir qator rahmat aytaman. Rahmat. İşleringlar taqimi ro'naq topsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Siz bu ataydan yiroq musofirlarni bilsib kelib, mushu lapar sanatimizning bir xizmati bir bo'lsam, mushning uchun bir ozroq bir o'zimning bir kichik assamni qo'ysam deb o'zingizning alayliklar bilan shunchalik bir jiq ajrlarni singdiribsiz. Sizga birinchidan salomatlikni, ikkinchidan umringizga barkat, oilangizga xotirjamlik tilayman. Rahmat. Asqar aka, bugun siz bilan ham suhbatda bo'lish fursatimi oson kelmaydi. Shunga ham bugun siz bilan uchrashib olgandan keyin sizni ching tutib, o'sha ko'nglimni so'raydigan savollarimni jiq so'rab olay. Sizni charchdingiz bugun. Sizning asli kasbingiz mening bilishimcha usulg'u deyman aka. Shunday. Usul kasbidan shu lapar san'atiga qanday qadam qo'yib qoldingiz? Nima turtki bo'ldi? Shunidek bilib boqqim bor. Buning jarayonini desak, bek uzun jarayon ketadi. Hikoyalar ketadi. Endi qisqartib so'zlasak, bu lapar artist bo'lish uchun siz bir yaxshi ovoz, siz yaxshi bir usul artisti, anandan keyin sizda cho'nqur ifodalash kuchiga ega bir ham hayonlik, ham do'ramchilik, ham sizdagi inkas tez bo'lish, mushu shartlar hozirlanish lozimda. Shuningga lapar san'atiga kiralaydigan odam 40 yilda bir chiqadi degan gap shu. Yaxshi bir naqshining men lapar etaman deb laparchi bo'la olishini atayin. Yaxshi bir usulchiniki men laparchi bo'laman deb laparchi bo'lishi o'natayin. Buningda sizdagi bir necha alayliklar yig'ilganda anandan keyin siz yaxshi laparchi bo'la olasiz degan gap. 90-yillardan tortib uzilib qilish bir gidaq berib qolayotgan vaqtlarda hamda bizningki cho'ng ustozlarimizdan bizda Naqshli maktab Mehmet Davud, Meryem Nasır qatorliq atoqli san'atkorlarimiz bo'lgan, el yaxshi ko'rgan, el uchun xizmat qilgan, mush lapar san'atimizga ajoyib to'klarni qo'shgan. Anisiga bularning o'rindash maharati favqulodda. Xotanda bo'lsa Sulaymon kam, Salomat Appay, Salomat Maqsud, Sodiya Appay qatorliq appaylarimiz bo'lgan, Turpanda Qosim Aziz qatorliq buyuk san'atkorlarimiz bo'lgan. Qumulda Qadir Jabbor qatorliq cho'ng lapar ustozlarimiz bo'lgan. Shuning keyingi vaqtlarda hamda men azroq bo'lsam hamda men o'zim bir sinab boqay, menda mush alaylik bormi yo'qmi? Men bir o'zimni bir sinab boqay buningga desam, mush alayliklar meningda bor ekan o'zimda. Buningda men cho'qim o'zimniki alaylikimga moslashtirib, mushunda bir chiqib boqsam deb buning uchun bir izlandim. Ham buningga o'zim kirgandan keyin ham dastlabda biz Habiba Abdullah ustozimiz bilan bir olmini tamiyayli deb bir laparimiz bor. Shuni bir o'ynagan. Uningdan burun men yumloq juvon deb bir lapar vatdi. Qashin asli qaradi. Osma qo'yguning yolg'on. Yumaloq sen yumaloq. Sen yumalaqqa men amaraq. Yumalaq juvon ayari. Bu halqa ma yangish kishlik lapar deymiz endi buni hamda. To'yni to'ydek o'ynayli. Bak chiqqan bu asarlar buni sabab qilmaymiz. Bir yurish asarlarni biz chiqardik, hali qabul qildi. Bir necha asarlarni chiqarish jarayonida ham bizni texmi mushu lapar san'atimizga varis qilishga, mushuni o'rindashga tutqilgan nima desangiz, yeni ekran oldidagi tomoshabinlarimizning, xalqimizning yaxshi baholari, yaxshi ilhomlari, bizga bo'lgan bir rahmatlari bizni texmi ilhomlantirib, texmi yaxshi bir asarlarni qilishga bir ilhom bo'ldi deymizda. Shuningga bir lapar san'atiga kirishdagi jarayon xuddi siz men kech kunduz
Muş'un köyde bulsam, Muş'u eserlerini çıksam degenge o'xshash, aşık oylarımızga o'xshash, har şu ot bizni so'rab kirgan ilhom, yana birisi bir ot bor. Shundoq. Şuna laplarning sehri deganimiz shundoq. bu bir sehri bor, shu odamni shu Köydürüp durduğan, bizga tortib durduğan. Shu sababdan shu Bayam Askarjon dedim, lapar artistlari shu yurkida ashda bir otoba artistlardan chiqmasa, aldab chiqmaydi bu. Ha. Bak az jutlarda Bayam Askarjon dedi. Şu her bir juttaylık vakillik karakterlik şu bir iki adam var. Artistlardan. Bir naqshlarimiz var bu. Bir sehri var onun cekrede, hech kim uni ko'rib boqmagan degandek, ham hech kim uni suyib boqmagandek. Shunday pakiz. Bugün ayte yaxshi bo'ldi. Sizlarningki shu suhbatga qatnashganlari. Bundan hamda Mesela Örgül sınıfımız bana sanatni qo'llagan bir karxanachi hamda. Shunday. Sanat degan bilan bu sanat degan iqtisod bilan o'xshaydi. Buningga iqtisod bo'lmasa bo'lmaydi. Hamda shu iqtisodni hal qilish uchun bizning shunday mana ma'rifatparvar shunday karxanachilarimiz qo'rqmay shuni mablag' solib qilyotidi. Hamda desek insanın turmuşida mayli karxanachilarning ishlab chiqarishi bo'lsin. Qarasangiz jamiyatda hamma narsa san'atdan ayrilmaydi. Bir san'at. Tabiatmi qarasangiz nihoyat go'zal bir san'at. Endi bu san'atning ichida endi bizningki da'vatimiz sahna san'ati. Shunda san'atimizni bu singlimiz qo'llab, quvvatlayotdi. Buning uchun endi bayam sizlarni deb o'tla biz nihoyat nurg'un takliflarga, ustozlarninki qo'llashiga, quvvatlashiga, ma yo'l mandaq deb yo'l ko'rsatishlarga muhtojchu. Shunday. Shu sababdan bugun shunday bir ekran oldida o'tirib, lapar san'ati to'g'risida tushunchaga ega bo'ldik. Shu orqali ekran oldidagi tomoshabinlarmi lapar degan mana bir san'at shakliga deb ularni tushunchaga ega bo'ldi. Keyinchi yosh o'smirlarimiz shu izlarni biz mangdi, endi shunda davr bir-birimizga yetkazimiz endi buni. Menimcha bizdan shu keyingi davrdagilarga yetkazish majburiyatimiz bor deb qaraymiz endi, qarayman men. Shunga sizning bugun shu programmaga qatnashib berganliklaringiz ko'p rahmat. Rahmat deb vaqtlarimni chiqarib keliblar. Xush bo'ldim. Bizni qo'llagan karxanachilarimizga, bularni sehrli gul savdo-chek shirkatidagi Örgül xonimga, anandan keyin shu programmani ro'yobga chiqarish uchun 2-3 yildan buyon to'xtamay kech-kunduz izlanib, undaymiz jobo deb qo'ysak zayi ketmaydi. Chaplashib zadi shu kasbga jobodek qilib kelayotgan shu Guliston singlimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizga shu bir san'at turini qaytadan yana bir xalq ammasiga ko'rsatish uchun tirishchilik ko'rsatibsizlar. Taninglar salomat bo'lsin. Ishlaringlar utuq bo'lsin. Laparchining lapri keldi. Olay. Kempigim kilidi. Vay ammam digan. Yangapçılar çıktılar, bizde badam değiller. Yegim kilidi. Amalak, mulut. Yeginizi kilemda. Omakhinim, leven khinim. Bellen khinim, bokmakhinim. Vay alay alay. Omakhinim, leven khinim. Bellen khinim, bokmakhinim. Vay alay alay. Alay. Vay samsiyim kilidi. Vay alay. Geçiçire katlama alakmen polo koruma. Yegim kilidi. Amuk. Yeginiz kilemda. Umma khinim, leven khinim.
belen xenim, boğma xenim vay alay alay. Boğma xenim, belen xenim vay boğma xenim hay alay alay. Rahmet, rahmet. Kop çiçeğim kilodu. Alay, Yok çiçeğim kilodu. yanıma. Vay yok çiçeğim kilodu. Vay ne deydi kandı? Şayı etle sarıca toplay bilen topa keygim kilodu. Val, vul, pan, hul, keyginiz gilemdi. Leven xenim, belen xenim, umma xenim, boğma xenim vay alay alay. Buyur asma. Leven xenim, belen xenim, şok şok xenim, seten xenim vay alay alay. Acayip hoş buldu. Kaşkale'ye apırım. Aparay, Hoten'de apırım. vay aparay, Ürümçi'ye apırım. vay apamam da kan. Güzel Kürkemşeli'ye, Sayahat Keseli'ye bağım kilodu. Kar, kur, tra, tru, bağınız gilemdi. Leven xenim, belen xenim, umma xenim, boğma xenim vay aparay. Rasma. Leven xenim, belen xenim, umma xenim vay boğma xenim vay aparay. Rasma ondan güzel.